Mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etishda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi muhim o'rin tutadi. Mazkur muassasa mamlakatning intellektual salohiyatini yuksaltirish, yangi ilmiy maktablarni shakllantirish va yosh olimlarni tarbiyalashda yetakchi markaz hisoblanadi. Xususan, Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi ham bugungi kunda ilmiy izlanishlar va amaliy tadqiqotlar markaziga aylanib bormoqda. Ayni vaqtda mazkur bo'limda 17 ta yo'nalish bo'yicha ilmiy ishlar olib boriladi. Bu esa hududning tabiiy resurslari, iqlim sharoiti va iqtisodiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda ilm-fanni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz bizni Navoiy viloyatini, yoshlarini, aholisini ilmga chanqoqligi, mana shu yerda sanoat korxonalarining yig'ilganligi, bu yerda qishloq xo'jaligi sohalari ham rivojlanganligini hamma tomondan hisobga olib, mana shu tashabbusni taklif berilgandan keyin 2017-yil tashkil bo'ldi. Bu demak geologiya, konchilik ishi, ximiya, boyitish konlarni, ekologiya, qishloq xo'jaligi, energiya tejamkorlik, nanotexnologiya, mashinasozlik, asbobsozlik, robototexnika yo'nalishlari bo'yicha bundan 17 yo'nalish bo'yicha tadqiqot olib boramiz. Xalqaro hamkorlik ham Fanlar akademiyasi faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Jahonning yetakchi ilmiy markazlari bilan hamkorlikda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. Tajriba almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu esa mahalliy olimlarning ilmiy natijalarini jahon miqyosida tan olinishiga xizmat qilmoqda. Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi xalqaro hamkorlikni ham keng yo'lga qo'ygan. Ayni vaqtda Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa va qo'shni davlatlar ilmiy markazlari bilan 100 dan ortiq shartnomalar imzolangan. Xususan, yaqinda Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda xalqaro ilmiy markazlar tashkil etish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Bu esa ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ilmiy tajriba almashish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Mart oyida viloyat hokimimiz bilan birgalikda Pekinda elchixonada biz hamkor tadbirkorlarimiz bilan uchrashuv o'tkazdik. 7 ta loyiha bo'yicha 100 millionga yaqin investitsiya kiritish istagini bildirishdi. Ilmiy tadqiqot, savdo va investitsiyalar markazi deb nomlanadigan bo'lib, viloyat hokimligi ta'sischiligida, Fanlar akademiyasi ta'sischiligida O'zbekiston tomonidan va xitoylik hamkorlarimiz ta'sischiligida tashkil bo'ladigan bo'ldi. Xitoylik o'sha tadbirkorlarimiz kelib, bevosita bizni erkin iqtisodiy zonamizda o'zlarining 3 ta zavodini ochishmoqchi. Bittasi elektronasoslar ishlab chiqaradigan zavod, ikkinchisi quyosh panellarini ishlab chiqaradigan, uchinchisi esa elektromobillar, yuk mashinalarini ishlab chiqaradigan qilishmoqchi. Undan tashqari O'zbekiston-Xitoy universitetini ochishmoqchi. Bo'limda tayanch doktorantura va doktoranturada tahsil olish yo'lga qo'yilgan bo'lib, so'nggi yillarda yosh olimlar fan doktori va falsafa doktori darajasini himoya qildi. Ular o'z tadqiqotlarini bevosita ishlab chiqarish bilan bog'lagan holda amalga oshirmoqda. Ayni vaqtda ham yosh tadqiqotchilar sohalar rivoji uchun yangi loyihalar, ilmiy izlanishlar ustida ish olib borishmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Jumladan, doktorant mashhura Yandasheva tomonidan Hindistondan olib kelingan guar o'simligini mahalliy iqlim sharoitiga moslashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'simlik kelgusida oziq-ovqat va sanoat uchun muhim xom ashyo manbai bo'lishi rejalashtirilgan. Ushbu o'simlik qurg'oqchilik mintaqalarida yaxshi hosil beradigan o'simlik hisoblanadi. Demak, ko'p tarmoqli o'simlik deb aytsak bo'ladi bemalol. Asosan bugungi kunda dunyo miqyosida global ekologiyaning buzilishi yoki shu muzliklarning erishi, tuproq haroratining ko'tarilishi bilan bir qatorda oziq-ovqat xavfsizligi muammosi ham mavjud. Shu muammoni hal qilishga oz bo'lsa-da hissamizni qo'shish maqsadida shu o'simlikni tanladik. Chunki bu o'simlik ko'p tarmoqli o'simlik hisoblanadi. Asosan oziq-ovqatda, farmatsevtika sanoatida, ishlab chiqarishda ishlatish mumkin. Doni oqsilga boy o'simlik hisoblanadi. Ozuqaviy jihatdan yuqori o'rinlarda turadi. Asosan 2-4 marta sug'orish mumkin. O'simlik yetishtirilguncha 1 yillik o'simlik bo'lib hisoblanadi. Guar o'simligi ustida tajriba o'tkaziladigan maydondan tuproq olib kelib, shu urug'larni ekib, o'stirib parvarishlayapmiz. Ekilganiga 7 kun bo'ldi. Hozircha rivojlanishi yaxshi. Yana bir ilmiy izlanishda bo'lgan yoshlardan biri Quvonch Shamsiddinov. U tengdoshlari bilan birgalikda cho'llanishga qarshi kurashish masalalariga bag'ishlangan ilmiy ish ustida ish olib bormoqda. Bu esa hududda ekologik barqarorlikni ta'minlash va yer resurslaridan samarali foydalanishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.
Navoiy davlat konchilik va texnologiya universitetini qishloq xo'jaligi kafedrasi biotexnologiya magistraturasini tugatganman. Hozirgi kunda Navoiy fanlar akademiyasi tayanch doktoranti tahsil olyapman. Biz hozirgi kunda Navoiy fanlar akademiyasi tayanch doktorantlari hozir Navoiy viloyati cho'l zona bo'lganligi hisobla cho'l degradatsiyasi, adir tog', yaylov degradatsiyasini oldini olish maqsadida juda ko'p ishlar amalga oshirmoqdamiz. Shu jumladan Xitoy bilan hamkorlikda cho'l degradatsiyasini oldini olish maqsadida qaratilgan. Shu sababli biz o'sha 150 kiloli dron yordamida o'sha cho'l yaylovlarga urug'ni qobiqlab, har xil sharoitlarga moslashuvchan qilib ekish va uni 1, 2, 3 marta, hattoki 4 marta ham bargidan oziqlantirish usulda ishlayapmiz. O'simliklar qoplamini qayta tiklashga va chorvamonlar uchun to'yimli ozuqa sifatini yaratishda bu xizmat qiladi. Bu ustida biz Fanlar akademiyasi tayanch doktorantlari ilmiy ishlar, tajribalar olib bormoqdamiz. Bizlarga sharoitlar juda yaxshi yaratilgan. Biz tayanch doktorantlarga xonalarimizda har bitta jihoz bor, mikroskop, laboratoriya jihozlari, har xil uskunalar bor. Maqsadimiz ilm-fanga o'z hissamizni qo'shish. Bugungi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limida bevosita muhtaram prezidentimizning tavsiyalari bilan doktorantura tashkil bo'lgan. Bugungi kunda 20 dan ortiq fan doktori, fan nomzodlari bizda bugun himoya qilishdi. Bizning doktorantlarimizda katta imkoniyatlar borligi bu Navoiy metalurgiya kombinatini ishlab chiqarish korxonalari yaqinligi. O'sha olib borayotgan tadqiqotlar ham ishlab chiqarishda muammosini yechimiga yo'naltirilgan tadqiqotlar. Bular bevosita bizda bu yerda nazariy ilm olish bilan birga amaliy o'sha tajribalarini o'sha Navoiy metalurgiya kombinatini korxonalarida o'tkazish imkoniyatiga ega. 12 ta litsenzion shartnoma bor. Bu degani bizni olimlarimiz yaratgan texnologiyalarni 12 ta ishlab chiqarish korxonalari, tadbirkorlar o'zlarida tatbiq etib foydalanishyapti. Bundan tashqari 3 ta mustaqil biz ishlab chiqarish tashkil qildik. 100 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Qizilqum istiqbollari, standart servis, nomadan minerallari korxonalari bevosita bizni yosh olimlarimiz ishtirokida tashkil qilindi va bugungi kunda ular import o'rnini bosuvchi, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishyapti. Geologiya, qazib olish va qayta ishlash sohalarida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, qimmatbaho va rangli metallar, shuningdek, uranni qayta ishlash bo'limida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ikkinchi bosqich doktoranti Otabek Elmurodov bentonit gellarining burg'ulash jarayonidagi samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqot olib borayotgan bo'lsa, uchinchi bosqich doktoranti Uzruh Nazarov qum tarkibidagi minerallar va ularning hosil bo'lish jarayonlarini o'rganmoqda. Dissertatsiya mavzuyim Markaziy Qizilqum hududida mezokaynozoy qumlarning moddiy tarkibi, hosil bo'lish sharoitlari va litologik xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Markaziy Qizilqum hududida ko'plab kvars qumlar konlari mavjud. Xususan Bo'kantov tog' tizmalarida Omad uchastkalari, Tonditog' tog' tizmalarida Jeroy, Aydarali uchastkalari mavjud. Bu namunalar Oqmurt konidan olib kelingan. Fanlar akademiya Navoiy bo'limida kvars qumlarini asosiy vazifamiz kremniy miqdorini 99% ga yetkazish va ko'proq shisha sanoatida ishlashdan iborat. Ilmiy tadqiqotim shundan iboratki, ushbu konlardagi kvars qumlarning moddiy tarkib, mineralogik, kimyoviy tarkibini aniqlash, hosil bo'lish sharoitlarini zamonaviy kosmostrukturaviy usullar yordamida aniqlashdan iborat va ularni taqqoslash. Bugungi kundagi yo'nalishim mani umumiy va mintaqaviy geologiya yo'nalishi hisoblanadi. Bu yo'nalishda biz olib borilayotgan ilmiy ishni maqsadi Karmana hududida joylashgan nomadan tog' jinslaridan biri bo'lgan bentonit bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Bu bo'yicha olib borilayotgan ishlarni Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi geologiya va qazib olish va qimmatbaho metallar va uran konlari geologiyasi bo'limi olimlari va yosh olimlar bilan birgalikda qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Burg'u quduqlar qazib olinayotgan jarayonda o'sha yuvish suyuqligining sifatini oshirish va bu uchun kerak bo'ladigan nomadan tog' jinslarini sanoat ahamiyatiga molik holatda boyitish va qayta ishlash bo'yicha ish olib boryapmiz. Karmana hududidagi bentonit konining qalinligi hozirgi kunda 30 metrga yetgan. Mana ustki gorizontdan olingan
bentonit qatlamimizda rangi ko'rib turibmiz, och yashil tusda bo'lib turibdi. Burg'i quduqlari qaziyotgan paytda yuvish suyuqligini sifatini oshirish maqsadida ishlatiladi. Bundan tashqari mana ko'rishimiz mumkin, mana qoramtir bentonitimiz bor. Bu asosan qishloq xo'jaligi sanoatida hosil unumdorlikni oshiruvchi o'g'it hisoblanadi. Bundan tashqari mana hozirgi kunda bentonitli yuvish suyuqliklari mavjud. Bularning o'zining markalari bor. PBA, PBD va PBG markalari bor. Bunda markaning xususiyati nimadan iborat? Qayishqoqlik degan tushuncha bor. Ya'ni bu o'sha maydalangan tog' jinsini yuqoriga olib chiqish uchun uni qayishqoqligi yuqori bo'lishi kerak. 25% dan yuqori qayishqoqlikka ega bo'lgan va import o'rnini bosuvchi eksportbop xom ashyolarni bentonit suyuqligini ishlab chiqaruvchi vositalar ustida ish olib bormoqdamiz. Ma'lumki, viloyatimiz hududida chorvachilik rivojlangan. Albatta, o'z navbatida ushbu tarmoqqa ham ilmiy izlanish, yangiliklarni tatbiq etish naslchilikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limining ilmiy xodimlari, doktorantlari tomonidan ham chorvachilik sohasida ham ilmiy izlanishlar qizg'in. Hayvonlar genetikasi va seleksiyasi, xususan qorako'lchilik yo'nalishida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar sohani yangi bosqichga olib chiqarmoqda. Olima Xolida Mamaniyozova tomonidan Qizilcho'l zotli qora qo'ylarini turli seleksiyadagi buqalar bilan chatishtirib, yangi nasllar yaratish ustida ishlar olib borilmoqda. O'zi qizilcho'l zotli qoramollarning afzalligi nimada deydigan bo'lsak, ularning eng afzal tomoni ser sutligida va ularni ko'proq bizada Navoiy iqlimiga juda ham mosligi va Navoiyga Rossiya hududidan olib kelib iqlimlashtirilgan, sovuqqa juda ham chidamli, boshqa qoramollarga nisbatan afzalligi mana shu tomonda deb olingan. Biz mana shu Fanlar akademiyasidagi maxsus o'sha domlalarimiz bilan, ilmiy rahbarlarimiz bilan birgalikda Navoiy viloyat Navbahor tumanidagi xususiylashtirilgan fermer xo'jaligida chorvachilik markaziga borib, o'sha joyda ilmiy tadqiqotlarni o'tkazyapmiz. Birinchi kursligimiz davomida ovak tasarrufida bo'lgan bir nechta jurnallarga maqolalar bilan chiqdik va bizni ilmiy ishimizda eng asosiy maqsad bu nima? Bu mana o'sha hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni yanada yaxshi ta'minlash maqsadida ser sutlilik, ya'ni biz bilamiz, sut mahsulotlari inson organizmiga juda ham foydali va o'sha tabiiy sut mahsulotlarini yetkazib berish uchun chatishtirilgan paytdagi olingan nasllar bo'yicha ilmiy ishlar o'tkazyapmiz. Bizda asosiy mana o'sha birinchi kurs ilmiy ishimiz davomida asosan o'sha qoramollarni eksterior va interior bilan shug'ullandik, ularning o'lchamlarini oldik, eksterior o'lchamlarni o'rgandik va sutlarning bevosita o'sha laboratoriya sharoitida sutlar tarkibidagi yog'lilik darajalari bilan shug'ullandik. Endigi mana shu ikkinchi kursimizdagi asosiy oldimizga qo'ygan maqsadimiz bu qaysi buqalar orqali o'sha qizilcho'lda sigirlarni chatishtirgan paytda eng yaxshi natija samaradorlikka erishamiz. Mana o'sha bo'yicha hozir chatishtirilgan sigirlarni biz kuzatyapmiz. O'sha olingan nasllar bo'yicha endigi mana o'sha sut tahlillarini o'tkazgan paytimizda eng yuqori natija qaysi bir sigirda qayd etilsa, aynan o'sha buqalar bilan o'sha ko'paytirishni seleksiyaga kiritish haqida umumiy xulosalarimizni bera olamiz. Hozirgi kunda biz kutish davridamiz. Eng asosiysi mana o'sha iqtisodiy samaradorlikni aniqlab berish uchun qaratilgan bizning ilmiy ishlarimiz. Bo'lim qoshida ikkita ilmiy laboratoriya mavjud. Ulardan biri qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan analitik laboratoriya bo'lib, tuproq va suv tarkibini kimyoviy tahlil qilishga ixtisoslashtirilgan. Shuningdek, genodiagnostika laboratoriyasida qishloq xo'jaligi hayvonlarining zotlariga xos seleksion belgilari va mahsuldorlik ko'rsatkichlari, marker, genlar, taymerlar asosida baholanadi. Tadqiqotchi Ulug'bek Baratov ayni vaqtda bu yerda qorako'l qo'ylari seleksiyasining molekulyar genetik asoslarini o'rganishga kirishgan. Biz hozir asosiy o'rganayotgan obyektimiz bu qorako'l qo'ylari hisoblanadi. Ko'k rangli qorako'l qo'ylarini o'rganyapmiz. Ularni qonidan ularni DNKsini ajratib olib, uni DNKsidan o'sha rangiga ta'sir etuvchi genlarni ajratib olib, PCR usulida o'rganyapmiz. Hozir natijalar o'zi sekin-sekin olinyapti. Bu tadqiqot natijalari bo'yicha maqolalar, loyihalar qilyapmiz. Kelajakda yana bundan tashqari o'simliklarni genomini o'rganish niyatimiz ham bor. Biz asosan mana bu Navoiyni Kanimex hududida joylashgan xususiy chorvachilik xo'jaliklari bilan shartnomalar qilganmiz. O'shalardan birgalikda o'sha qorako'l qo'ylarini ko'paytirib seleksiyalash, asosan genom seleksiyasidan foydalangan holatda o'sha
ko'paytiryapmiz. Samarasi sekin-sekin bo'lyapti, chunki bu birdan bo'ladigan jarayon emas. Shuning uchun mana ishlab chiqarishga sekin-sekin joriy qilyapmiz. Mana ko'k rangli qorako'l qo'ylarida hozir ko'p uchraydigan albinizm kasalligi, o'sha keyinchalik ularni erta nobud bo'lishiga, surunkali timpanit kasalligining rivojlanishiga sababchi bo'lyapti. Mana biz buni o'rganib, ko'k rangni odatda albinizm oldini olish choralarini ko'ryapmiz. O'sha ko'pincha heterogen juftlash bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Biz qishloq xo'jaligi sohasidagi olimlarimiz ikkita tadqiqot yaratishgan edi. Yangilik bu o'sha bentamin gillaridan foydalangan holda, demak, ekinlar hosildorligini oshirishga yo'naltirilgan. Endi biz o'sha tajribani tuproq degradatsiyasini oldini olish, cho'llanishni oldini olish yo'nalishiga biz o'shani qo'llab ko'rish istagini bildirdik. Mana Nurota tumani hokimligi bilan kelishgan holda hozir 3 ta yo'nalish bo'yicha, bittasi saksovulzorlar yaratish, yashil belbog', ikkinchisi cho'l oziqa o'simliklar urug'chiligini tashkil qilish. Yaylovlarga dam berish orqali u yaylovni hosildorligini oshirish, mahsuldorligini oshirib, yashilligini ko'paytirish. Mana shu miqyos bo'yicha Nurota hokimligi bilan kelishib hozir ishlayapmiz. Ilmiy izlanishlarni ishlab chiqish bilan uyg'unlashtirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, quyosh panellari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ilmiy xodimlar tomonidan yaroqsiz holga kelgan quyosh panellarini ta'mirlash bo'yicha ishlab chiqilgan yechimlar amaliyotda o'z samarasini bermoqda. Ushbu hamkorlikda olib borilayotgan ishlar ilm va ishlab chiqarish integratsiyasining yorqin namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Biz asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh panellari, quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suzgichlari bilan shug'ullanib, ularni qisman ishlab chiqarib, o'rnatish, xizmat ko'rsatish faoliyatlari bilan shug'ullanib kelamiz. Hozir mana yangi yo'nalishimiz kichik quvvatli shamol generatorlarini viloyat hokimimiz boshchiligida tashrif buyurganda tashkilotimizga shu topshiriqni berdilar. Chunki haqiqatan ham Navoiy viloyati hudud jihatdan respublikamizda eng yirik hududni egallagan, juda ko'p qismi cho'llik, tog'lik joylar. Shuning uchun kichik quvvatli shamol generatorlarini ishlab chiqarishda hozir yangi yo'nalish qilib o'zimizni oldimizga maqsad qilib, mana qariyb 6 oydan beri buni ustida ish olib boryapmiz. Xitoylik hamkorlarimiz bilan hamkorlikda hozir o'zimizda kichik quvvatli 500 vatt, 1 kilovat, 2 kilovatliklarni sinovdan o'tkazdik. Sinovlarimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Navoiyni iqlim sharoitida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Quyosh panellaridan ham samarali bo'lgan vaqtlari bo'ldi, chunki kechki paytlar ham shamol bo'lsa, 1,5 metr sekund shamoldan ishlab boshlaydi. Yuqori chegarasi 42 metr sekundgacha ishlaydi. Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi bilan quyosh panellarini utilizatsiya qilishdan oldin qayta ishlab umrini uzaytirish mavzusida ish boshlagandik. Quyosh panellarini ishdan chiqishi o'zimizni mana shu oxirgi 5 yillikdagi tadqiqotlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, ishdan chiqishi yaroqsiz holga kelishini 90% asosan mexanik himoya qiladigan qoplama shishalarni zararlanishi oqibatida kelib chiqadi. Quyoshga chidamli, o'tkazuvchanligi, yorug'lik, nur o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan qoplamalar bilan ishlov berib, quyosh panellarini sinovdan o'tkazdik. Quyosh panellarimiz qariyb o'zini shikastlanishdan avvalgi effektini qariyb 70% gacha tiklash imkoniyatini yaratdik. Shunga o'xshagan quyosh panellarini yaroqsiz holatga kelganlarni, ularni zararsiz utilizatsiya qilish yoki bo'lmasa ularga ikkinchi imkon berish. Ya'ni ularni qayta foydalanishni imkonlarini o'rganish ishlari olib borilmoqda. Quyosh panellarining aksariyati ustidagi o'sha shishasi yorilgan holatdan kelib chiqadi. Shularning ustiga germetik smolani qoplab, u smola shunday xususiyatga egaki, quyosh nurlarini yuqori o'tkazish darajasi hamda quyosh nuriga chidamli. Ushbu sinovlarni biz o'zimizning viloyatimizning yuqori ekstremal sharoitda o'rganib kelamiz. Zarar etgan joyni o'sha smola bilan qoplaganimizda smola umuman suvni o'tkazmay germetik vositasini bajardi hamda u smolaning quyosh nurini o'tkazish koeffitsiyenti yuqori bo'lgani uchun yangi holatdagi quyosh panelining 70% ishlash samaradorligini tikladik va kelajakda ushbu energiya samaradorligini 80-90% ga chiqarishimizga maqsad qo'yganmiz. Xudo xolasa shunga erishamiz nasib etsa.
Albatta, Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ahamiyatli bo'lgan ilmiy tadqiqotlar markaziga aylanmoqda. Ilmiy salohiyatni yanada mustahkamlash, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali esa ilm-fan rivojini yangi bosqichga olib chiqish va bu orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga mustahkam zamin yaratishi shubhasiz.